Assalomu alaykum hammaga, akalar, ukalar, bizni kuzatib turgan hammaga. Akalar, mana bugun 15-avgust, hafta kuniga shanba, yangi partiya buzoq xonachilarimiz kelgan. O'tgan safargi videoni qo'ydim-u, telefonim buzilib qoldi, ko'pchilik qo'ng'irog'iga javob bera olmadim. Uzr so'raymiz akalar. Shu ba'zi bir shunaqa holatlar ham bo'lib turar ekanda. Hop. Akalar, videoni kamchiliklari, xatolari bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Biz ham bandamiz akalar. Bo'lmasa akalar videoni kuzatib, like bosib tursalaring, biz bitta obzorni boshlaymiz akalar. Mana qizilidan so'raganlarga qizilidan olib kelganmiz akalar. Keyin safar ham qiziliga so'rab ko'p yaxshi bo'ladi mana. Egizakka o'xshatib olib keldik akalar, juplab olib keldik. Jupini olaman deganlarga ham. Ko'rishinglar mumkin, korpuslari butun, oyoq qo'llari sog'lom yeb ichib turgan mol akalar. Yoshi ham yosh, unaqa katta emas. Shu ikkita bir xilidan. Egizak emas lekin. Ko'rishinglar mumkin. Kutlari ham butun, stoykalari joyida, haqiqiy men sigir qilaman deganlarga. Bularda xudo xolasa zoti Estonga o'xshab ketadi, lekin xudo xolasa bu sigir bo'lsa juda yaxshi sigir bo'ladi. Qaymog'i ham zo'r bo'ladi. Sigir qilib boqaman deganlarga ham, yetiltirib boqaman deganlarga ham yaxshi variant. Akalar, ulgurib qolamiz, soni cheklangan 6 dona qoldi, xolos 10 dona olib keldik. 4 ta sotilib ketib qoldi. Video qilib ulgurmadim. Hop, akalar, bizni kuzatib, obuna bo'lib qo'ysalaring. Xudo xolasa har hafta yangi partiyalar keladi, har hafta joylashda davom etamiz. Akalar, men o'tgan safar videolarimda ko'pchilik aytibdi, mana bo'yini aytibsan-ku, metr bilan o'lchab ko'rsatmabsan deyishganiga mana metr olib keldim. Akalar, so'z isboti bilan hammasini bitta o'lchab bo'ylarigacha aytib o'tamiz akalar. Mana akalar, so'z isboti bilan metr 95 sm yerda turibdi. Shuna mumkin. Bunisi ham. Ham shunaqa. 95-96 atrofida akalar. Buni ikkalasini bir joyga olaman deganlarga 11 million so'mdan qilib beramiz akalar. Mana 11 million so'mdan kami ham bor akalar. Kelib olib ketishlaring ham mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyomon tumanida. Akalar, dastavkalarimiz ham vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bor. Hop, kelishilgan holda. Keyingilarga mana gibrid to'qolidan so'raganlarga to'qolidan olib kelganmiz akalar. Korpuslari butun, orqa oldi chiroyli mollardan. Oyoqlari ham istakan tuyoq. Videoda ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Juda chiroyli mol, gibrid. Chatishgan. Buni ham bo'yini hozir o'lchab ko'rsatib beramiz. Ashi hammasini salkam bo'yi bir xil 95 1 metr shunaqa atrofida. Bu kattalari. Ba'da mayda buzay so'raganlar ham ko'p bo'ldi akalar. Mayda buzaylarga ham olib kelganmiz. Hop, buni ham narxi 11 million so'm, kami bor. Aloqaga chiqarasizlar, pastda nomerlar qo'yib qo'yaman. Keyingi mana ko'chat xonajin so'raganlarga haqiqiy olaman, boqaman deganlarga akalar. Bu jicha kichikroq. Adashmasam 90 sm atrofida bo'lsa kerak. Yana aytganimdek 90 sm ekan bu ham. Yoshi ham yosh. 3 oylik bo'lsa kerak. 3 oylik atrofida. Aloqaga chiqaramiz 24 ga 7 aloqadamiz xudo xolasa endi. Yana bitta shuni sheriga buni narxi ikkita jup bor, 10 million so'mdan kami bor akalar. Bir joyga olganga. Buni ham bo'yi shu 93 ekan. Olib sigir qilaman deysizlarmi akalar? Yemlagani ham zo'r variant. Yana yeb ichib turgan mollar sog'lom akalar, mollarga bir hafta garantiya beriladi. Ulgurib qolamiz, bunaqalar keladi-yu ketadi.
Eng kichkinasi biz kenjatoyimiz. Akalar, ko'rishlarim. Men bo'yini o'lchaymiz. Buning bo'yi 88 ekan. 2 sm razlitsa qilyapti xolos o'zi. Narigilarda. Yevish joyida bu ham, sog'liqlari joyida. O'tga kirgan bo'zak. Buni narxini akalar 9 million so'm kami bor akalar. Aloqaga chiqarasizlar. Ulgurib qolamiz. Xato kamchiliklar uchun yana bir bor uzr so'raymiz. Akalar, doim aloqadamiz. Ulgurib qolamiz akalar. Bunaqalar keladi-yu ketadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etsalaring, Xudo xolasa har hafta yangilardan kelyapti. Iloji boricha joylashga harakat qilaman.